Assalomu alaykum olijanobllar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz? Do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurdik azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga yanvar va fevral va mart oylariga juda ham katta chegirmalar e'lon qilingan, shular haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni Qahramon akamiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshi kelibsiz. Charchamayapsizmi? Salom. Qahramon aka, hozirgi kunda ko'pchilik obunachilarimiz tomonidan Xudo xolasa mana yanvar oyiga ham qabullarimiz davom etmoqda va bundan tashqari Ramazon oyiga ham qabullarimiz boshlangan. Shuning uchun hozirgi kunda 14 kunlik safarimizda qayerlarga boriladi, qanday shart-sharoitlar, gostinitsa oraliqlari qanday, shularni bir qator obunachilarimizga aytib o'tib ketsangiz. Xo'p. 14 kun safarimiz bo'ladi, 3 kun Madinada bo'ladi, 11 kun Makkada bo'linadi. Madinada 150-200 metr gostinitsamiz oralig'i. Makkada 1,5-2 kilometr bo'ladi. Oralig'i 24 soat davomida 5 mahal ibodatga, undan tashqari avtobuslarimiz xizmatda bo'ladi bemalol. Xudo xolasa. Madinada esa 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari beriladi. O'zimiz o'zbek akalarimiz tayyorlagan taomlar bo'ladi. Xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari Qahramon aka, ziyorat va sayohatlarimizga nimalar kiradi? Xo'p, ziyorat sayohatlarimizga Qizil dengizga olib chiqiladi, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, Hiro g'ori, Qur'on bosmaxonasi va shunday sayohatlarga olib chiqiladi va payg'ambarimizning ravzalariga olib kiriladi 50 boshlarimiz tomonidan. Xudo xolasa. Xo'p, hozirgi kunda qayerlardan reyslarimiz bor Qahramon aka? Xo'p, hozirgi kunda Farg'onadan Namangan, Toshkentdan reyslarimiz bor. Haftada 2 kun Farg'onadan Farg'ona, Madina, Farg'ona, Jidda pramo reyslarimiz bor. Bemalol telefon qilib joylarni bron qilishlari mumkin. Ya'ni Toshkent, Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz bor. Bor. Bemalol telefon qilib, hurmatli obunachilar, aloqaga chiqib, joylarini bron qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, to'lovlarimiz qanday bo'ladi Qahramon aka? Xo'p, to'lovlarimiz bizga murojaat qilishadi. Biz shot raqamlar beramiz. Bizda eng asosiysi onlayn tarzda ish faoliyatimizni olib boramiz. Misol, voha tomonidan ko'rib turgan bo'lsa, ular bank ofisimizga kelishlari qiyin. Bemalol zagran pasportlarini tashlashlari mumkin. Onlayn tarzda ish faoliyatini olib boramiz. Shot raqamlar beramiz. O'zlariga yaqin bo'lgan banklardan to'lov qilishlari mumkin, cheklarini olishlari mumkin to'lov. Xudo xolasa. Ya'ni to'lovlarni xolasa bank orqali, xolasa mana shu rasmiy ofisga kelib kassalarga to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan ishonchli va garantiyali tur firma orqali umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va joylarini bron qilishlaring mumkin. Xo'p, bundan tashqari Qahramon aka, hozirgi kunda, ya'ni aksiya e'lon qilingan, ya'ni bugungi sana, ya'ni 17-yanvarga Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri reysimizni necha pul qilib belgiladingiz? Xo'p, 18:00 gacha yetib kelaman deganlar uchun, tayyorman ketishga deganlar uchun $800 qilib belgiladik. Bemalol telefon qilsin, vizasi borlarga bu. Agar vizalari yo'q bo'lsa $900 dan qilib beramiz. Ya'ni bemalol telefon qilib joylarni bron qilishlari mumkin. Xudo xolasa, hurmatli obunachilar, Centrum Holidays bilan birgalikda minglab ziyoratchilarimiz borib kelib, agarda mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsalaring, kommentariyada yozib qoldiringlar, ya'ni shart-sharoitlar qanday bo'ldi va safaringizda qanday qiziqarli ma'lumotlar bo'ldi, shularni bir qator kommentariy yozib kelsak, keyingi ketmoqchi bo'lib yurgan ziyoratchilarimizga ham foydali, ham manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Qahramon aka, Xudo xolasa, Olijanoblar kanalidan chiqayotganlarga bonus va chegirmalar bor. Olijanoblar ko'rib telefon qilyapman desa, chegirma qilib beramiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Qahramon aka, rahmat sizga. Rahmat.